Birinchi orientirimiz biz palatinalniy kanaldan medialniy shochniy kanalga liniya chizib olamiz primerni и buni o'rtasini topamiz. И bu chiziqdan biz medialniy shochniy kanal zonasida yaqinroq mana shu zonada уже birinchi orientirimiz shu zonada уже MBK kanalni topishni boshlashimiz kerak. Ikkinchi zona esa shu chizgan chizig'imizdan yana medialniyroq yuramiz, ya'ni primerni shu zonada MBK kanalni joylashuvi shu ikkinchi zonasi primerni orientir. Uchinchi orientir esa bu ovalniy forma, medialniy shochniy va korniy, ya'ni medialniy shochniy korень ovalniy formaga ega. Shunaqangi ovalniy formaga ega va biz uchinchi orientirimiz mana shu zonada joylashgan. Mana shu zonada joylashgan. Usyani eng zo'r, ya'ni kanalda usyasini eng zo'r topib beradigan instrument bu ostriy zond, ya'ni ostriy zond bilan unaqangi kuchli давление bermasdan oqtaramiz MBK kanalni.